Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Qazandan gapiramiz. Xudo xolasa mana etajimiz bitti. Esinglarda bo'lsa video qo'ydik. Bizni birinchi brigadamiz deb. G'ish tortishni boshlagan kundan mana bugungacha 15 kun bo'ldi. Xudo xolasa 15 kun. Etaj bitti. 7 kishi bitta etajni 15 kunda bitirdi. Mana даже pirmichkalarni hali qo'yib bitirmadik. Lekin ratchotni oldik inshaalloh. Alhamdulillah. Etajimiz 115,5 kubik, kvadratda 244,5 kvadrat bo'ldi. Общий summamiz 849,600 so'm, 850,000 so'm bo'lib xudo xolasa. Mana inshaalloh birgada 850,000 pul. Nima payt keladigan bolalarga? Keladigan bolalarga bosish kerak. Kelib bosish kerak. Kelolish kerak o'ylanmang. Xudo xolasa inshaalloh. Bolalar mehnatni qilyapti, pulni olyapti.